Hurmatli fermerlar, Agrota Holdings kompaniyasida yangi turdagi ekin ekadigan selkalar yetib keldi. Ikki xil turdagi selkalarimiz yetib kelgan. Standart, arzon turdagi, ikkinchisi haydalmagan yerlar uchun ekin ekadigan selkalar. Bu standart selkamiz diskli sashniklari bilan jihozlangan. Hatto o'g'it tashlash sashniklari ham diskli hisoblanadi. Urug'larni bir xil chuqurlikda bir tekisda ekish imkoniyatiga ega bo'ladi. Urug' ekish, hattoki urug' tushish jarayonini ham o'zining kompyuteri yordamida nazorat qiladi. Do'stlar, bu selkamiz markerlari gidravlika hisoblanadi. O'g'it baklari temirdan yasalgan. Baquvvat sifatli selkalarimiz makka jo'xori, paxta, mosh va shu kabi urug'larni ekish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Do'stlar, bu turdagi standart diskli 4 qatorli selkamiz narxi atiga 140 million so'm chiqadi. Ikkinchisi esa yerni haydamasdan to'g'ridan-to'g'ri ekish uchun mo'ljallangan selkalar. Ramalari va disklari o'ta baquvvat temirdan yasalgan bo'ladi. Bu ham yuqoridagi selkaga o'xshab gidravlik marker, kompyuter va diskli sashniklardan tashkil topadi. Bu selkada eksangiz yerni haydash, tekislash, barana, mola tortish xarajatlarini tejaysiz. Bug'doyni o'rib bo'lib orqasidan siraz eksangiz bo'ladi. Bu yangi tejamkor texnologiya hisoblanadi, do'stlar. Bu yer tanlama selkamiz narx atiga 200 million so'm. Do'stlar, bu selkalarimizni ham 0% lizing shartlari asosida 50% bosh to'lov to'lab 1 yildan 2 yilgacha lizing asosida xarid qilib ketishingiz mumkin. Do'stim, bilaman, siz ham selka qidirib yuribsiz. Srochniy pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki deylikda fils qoldirsangiz, o'zimiz ham aloqaga chiqamiz. Bu videoni maksimal darajada selka qidirib yurgan do'stingizga yuborib qo'ying. Manfaatli bo'ladi, xursand bo'ladi.